أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. Ular, ya'ni mushriklar o'zlarining jinini elish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib etamiz. Ya'ni ular imonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandlarning nomi amalini elib, orqa tushidi. Padişahlık bu kunda merhametlik Allah'a xasdır. Bu gün kapırlarga qiyindir. Şu günü zalim, yani kapır iki kolunu tishlab, esit, peygamber bilen nicatlık yolunu tutsamçu, esit, palanını dost tutmagan bolsamçu, Kur'an bana yetkendin keyin, u yani palani meni Kur'an'dan şeh şübhisiz ki azdurdi deydi. Şeytan insanı azdırıp bolup taşlıp etidi. Peygamber eytti. Parvardigarım, şübhisiz ki mening kavmim bu Kur'an'ni taşlandık kılıp koydu. Şuningdek, yani sana kavmingning mushriklardan düşmanlarni qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir. Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimdala nazil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha nazil qildik. Uni ayrim nazil qildik. Ular, ya'ni mushriklar qandoq bir savolni tashlamasin, uningga qarta biz sana haq javobni va hammadan güzel tushuntirishni nazil qildik. Ular cehennemge yüzleri bilen sürülüdü. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'undir. Shubhisizki biz Musaga kitap, ya'ni Tevratni ata qildik. Hamda uning qerindishi Harunni uningga yordamchi qildik. Ularga bizning oyatlarimizni inkar qilgan qavmga beringlar dedik. U qavm kufrda ching turganlikdan ularni dahshatlik turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkar qilgan chaqda ularni g'arq qildik. Hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zolimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. Od qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Vaz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Şamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni
tosh yog'dirilgan shahardan o'tadi. Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Yo'q. Ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ular seni ko'rsa, faqat masxir qilib elib, Allah payg'ambar qilib avatgan mushumu, agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirib tas qalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Aytib baqsangchu, nafsi xohishini iloh qilib olgan odamga, nafsi xohishiga agishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan? Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan? Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir. Balki ulardanmu battar gumrohdir. Parvardigoringning soyini qandoq so'zg'anligini ko'rmadingmi? Agar xolisa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni soyiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini soyining borligiga dalil qildik. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Allah sizlarga kechini libos, uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. Allah rahmatini, ya'ni yomg'irni yog'dirish oldida shamolni xushxabar qilib avatdi. Yomg'ir bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ularni vaz nasihat olsun deb yomg'irni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Agar xohlasak, albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avattatdik. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmag'in. Qur'on orqali ularga qarshi pakitlarni o'ttirg'i qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilg'in. Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutshang'i bo'lgan holda qo'yibdi. Orlishib ketmasligi uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Allah insonni obimanidan yaratdi. Uni balalar nisbat beriladigan er va qudubachilik paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib, ularga foydami yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Seni faqat jannat bilan xush xabar berguchi, dozoqdan ogohlantirguchi qilib avatdik. Aytqinki, men Allohning amrini tabliğ qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigori tarafga yo'l elishni xohlaydiganlar yo'l olsun. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langin. Uningga hamdu aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgin. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Allah
osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nihoyatda marhamatlikdir. Buni, ya'ni Allah'ның büyüklükini biladigan adamdan so'rag'in. Sana Allah'ның süpetlerini aytib berdi. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni merhametlik Allah'ga secde qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsiga secde qilamduq deydi. Bu söz ularni imandan teximi yiroqlashtirdi. Osmonda burujlarni yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allah'ның berkiti büyüktür. Allah o'zining qudratini aslimakchi bo'lganlar yoki o'zining nimmatiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kechi bilan kunduzni almishib turadigan qilib berdi. Merhametlik Allah'ның yaxshi ko'radigan bandalari ziminda o'zlarini töven tutup temkinlik bilan mağdı. Nadonlar ularga yoqtirmaydigan söz qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechilarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazdi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar aytadi. Parvardigorimiz, bizdan jahannam azobini dafi qilg'in. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir. Yomon joydir. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xirojat qilganda isrofchilikmi qilmaydi. Bexillikmi qilmaydi. O'tirhol xirojat qiladi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah harom qilgan nohaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimiki bu gunohlarni qiladigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikka almashtirdi. Allah to'limu mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Kimiki gunohlarga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliyjanoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigorining oyatlari bilan vaz nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi yoki uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ata qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikka da'vat qilg'uchi qilg'in deydi. Ana shular sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo
va salom bilan qarshi ilinadi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Sura Shuara 227 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tha, Sin, Mim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. Ular rasla Qur'onni inkor qildi. Masxir qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keladi. Ular zaminni, ya'ni zaminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etqichi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. O'z vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Firavunning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yurkim siqiladi. Tilim kekach. Shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Allah aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turmiz. Sizlar Firavunga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. Ular Firavunga kelib elchilikini yetkizdi. Firavun Musoga aytdi: Seni biz uyimizda kichkingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramızda ko'p yillar turmadingmi? Sen heliqi qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardinsan. Musa aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Firavun aytdi: Olamlarning Parvardigori degan nima? Musa aytdi: U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning Parvardigoridir. Agar sizlar
haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, Firavun cho'risidagilarga uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi: "U sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir." Firavun aytdi: "Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir." Musa aytdi: "U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning parvardigoridir." Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Firavun aytdi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman." Musa aytdi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan?" Firavun aytdi: "Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin." Musa hassini tashlaydi. Nagahan u ochiq ajdahoga aylandi. Musa qo'ynidan qo'lini chiqaribdi. Nagahan u qarg'uchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi: "Bu haqiqatan usta sehrgarkan. U sehr orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni, jiqquchi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyatda usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin." Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga: "Sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin" deyildi. Sehrgarlar Firavunning qishiga yetib kelganda, ular Firavunga: "Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi" dedi. Firavun: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. Musa ularga: "Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar" dedi. Ular arg'amchilarini, hosillarini tashladi. Ular Firavunning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubhisiz g'alaba qilamiz dedi. Musa hosisini tashladi. U ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narslarini yutib etdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning parvardigoriga, Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik dedi. Firavun: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglarkan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan sol putinglarni yoki sol qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darga osaman" dedi. Sehrgarlar: "Buningdanmi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz" dedi. Biz Musaga: "Kechida bandilarimni, ya'ni Bani Isroilni elib otlang'in. Sizlar albatta qo'g'linisizlar. Ya'ni Firavun o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi" deb vahiy qildik. Firavun shaharlarga askar to'plag'uvchilarni avatdi. Firavun aytdiki:
bu kishilar haqiqatan bir o'chim odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochchig'imizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, xazinlardan va esil turalg'udan ayirib Shunda qilib ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. Ular, ya'ni Firavun bilan uning qo'shoni ularni kun chiqqan chaqda qo'g'lab chiqdi. İki top, ya'ni Firavun topi bilan Musa alayhissalomning topi bir-birini ko'rib turishgan chaqda Musaning odamlari, ular, ya'ni Firavun bilan qo'shoni bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetisholmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa. Meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa Hassi bilan urvedi. Daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Firavun bilan qo'shonini Bani Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Firavun bilan qavmini g'arq qildik. Buningda, ya'ni Firavun va uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Ularga İbrahimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilasizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz. Bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. İbrahim aytdi: "Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi? Ya sizlarga foyda yetkizalamdi? Ya ziyon yetkizalamdi?" Ular aytdi: "Undaq emas. Ota-bovlarimizning shundaq qilganligini bayqidik." İbrahim aytdi: "Aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima?" Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Parvardigori mening Parvardigorimdir. U meni yaratgan. U meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Usuluk bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. U meni qabzroq qiladi. Keyin yana tirildiradi. Qiyomat kuni uning meni xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Parvardigorim, menga ilm hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nozun ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Otamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirildigan kunda meni rasvo qilmag'in. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. Dozoq gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam beralamdi yo o'zlariga yordam beralamdi deyiladi. Butlar
gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga üstülab tashlanadi. Ular do'zaxda jidallashib aytidi: Allah bilan qasamki, biz op-ochiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qilguvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishqi bo'lsa edi, biz mu'minlardan bo'latdik. Shubhisizki, buningda, ya'ni İbrahim va uning qavmining qissasida aql egilari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qerindishi Nuh aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Ular: "Ey Nuh, sana töven tabiqidagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon etamdik" dedi. Nuh aytdi: "Men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mu'minlarni qo'g'livatmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman." Ular aytdi: "Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yonmasang, sen cho'qim toshkesak qilinib o'ltirilgichlardan bo'lasan." Nuh aytdi: "Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin. Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qilguvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir." Od xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qerindishi Hud aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning
büyük kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular aytdi: Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu, ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qerindishi Solih aytdi: Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishqan xormalardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar? Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar? Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ziminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchilardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. Solih aytdi: Bu tishi to'ga suyunglardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. Uningga yomonlik qilmanglar. Bo'lmasa sizlar büyük kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular tishi to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Lutning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qerindishi Lut aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan livota qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ular aytdi: Ey Lut, agar Davitingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinasan. Lut aytdi: Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginaman. Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Momayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. Aykiliklar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida shu ayib ularga aytdi:
sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tartinglar. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. Ular aytdi: Sen sehr qiling'uchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Shuayb aytdi: Parvardigorim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni soy kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Shubhisizki, Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Qur'on ochiq arabiy tilda nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil ulamolarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtumtut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etibilish uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. Aytib boqqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmagicha uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmu uningga qodir bo'la olmaydi. Shubhisizki, ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tingshashdan ma'ni qilingandir. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmagin. Unda qilsang, azob qiling'uchilardan bo'lib qolasan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin. Sana agashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ado judaman degin. Nihoyatda g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turadi.
namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi. Shubhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, Makka kuffarlarga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'qig'uchi gunohkorga tushidi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z vodilarida temirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilguvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Avlod ovozliq asarlari. Sura Namla 93 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sin bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mu'minlar uchun hidoyatdir va xush xabardir. Shundoq mu'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot berdi va oxiratga jazman ishonadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohliklarida temirqab yurishidi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qilguvchi, hammani bilguchi Alloh tarafidan beriladi. O'z vaqtida Musa ahlisiga men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yeniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar o'qib kelay. Yoki sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir cho'g' elib kelay dedi. Musa o'tning yeniga kelganda mundoq nido anglandi. Allah o'tning yenidagi kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning Parvardigori Allah pokdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdirman. Hasangni tashlag'in. Musa hassining go'yo ajdihodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqqanidan ajdihoga qaray olmadi. Allah aytdi: "Ey Musa, qo'rqmag'in. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarini yaxshi amalga o'zgartsa, men uningga nihoyat mag'firat qilg'uchidirman. Nihoyat mehribondirman. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Firavun va uning qavmiga elib berishing uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular u oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzasidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyo va din ilmlaridan keng ilm ato qildik. Ular aytdi:
Jimi hamdu sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir. Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. U: "Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ihsonidir" dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ular Shamdagi bir chumililar vodisiga yetib kelganda bir chumili aytdi: "Ey chumililar, o'g'laringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanchivatmasin." Sulaymon chumilining so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni manga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandalaring qatoriga kirgizgin." U qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Manga nim bo'ldi? O'pibni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qib ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman. Ya uni cho'qim bo'g'izlayman. Ya cho'qim yo'qib ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Uzoq o'tmay o'pib keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandagi Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Belqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qinadiganligini bayqidim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zimindagi sirlarni oshkorlug'uchi, sizlarning yo'shirin va oshkora ishinglarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk arshining parvardigoridir. Sulaymon aytdi: "Sen rost da'vatamsan? Ya yolg'onmi? Qaraymiz." Bu xetimni elib berib, ularga tashlag'in. Ondan ulardan neriroq joyda yo'shirinib tur. Ularning qandoq javob qaytardiganligiga qarag'in. U, ya'ni Belqis aytdi: "Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatlik xat keldi. Uning mazmuni shuki, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar menga haqavurlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar." U, ya'ni Belqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyuradiganligingni o'ylab ko'rgin." U, ya'ni Belqis aytdi: "Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tvar odamlarini o'ltirish
asirga elish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmu shunda qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatdiman. Elchilarning nima xabar elib keladiganligiga qarayman. Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir. Balki sizlar so'g'anglar bilan ko'ranglab ketsizlar. Sen qaytib ketkin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim boramiz. Ularni yurtidan xor, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etamiz." Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman. Nozil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya uni men sana ko'zingni yumib ochqicha elib kelaman" dedi. U duo qilib edi. Taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, "Bu Parvardigorimning menga qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim ya tuzkorlik qilamdim. Buning bilan meni sinadi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karami kangdur" dedi. Sulaymon Belqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzasidan aytdi. Uning, ya'ni Belqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtni tonimdi, tonimamdi. Qaraymiz. Belqis kelganda uningga "Sening taxting mushundaqmi?" deyildi. U "Shudek turdi" dedi. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzasidan aytdi. Uningdan, ya'ni Belqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kofir qavmdan edi. Uningga, ya'ni Belqisga saroyga kirgin deyildi. U, ya'ni Belqis saroyni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimini ko'tirib, ikki pochiqini ochdi. Sulaymon aytdi: "Shubhisizki, u aynakdan yasalgan saroydir." U, ya'ni Belqis aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga agishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Samudqa, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qerindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih Allohga ibodat qilinglar" dedi. Nagahan ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mu'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Solih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular aytdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi." Solih aytdi:
sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Shaharda, ya'ni hijrida, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar dedi. Ular aytdi: bir kechida Solihni va uning tavallarini cho'qim o'ltirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga. U o'ltirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli. Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun, suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ana ularning o'ylari odamzotdan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Solih bilan iymon etgan va taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik. Lutning qissasini bayon qilgin. Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar? Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy telefonlarni erlar bilan qondiramsizlar? Balki sizlar nodon qavmsizlar. Ularning birdan-bir javobi: Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotinidan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinini azobga qolg'uchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandalarga omonlik tilayman degan. Allah yaxshimi yoki ularning sherik avlod ovozliq asarlari.